Men Samarqand shahar 18-maktab boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi Arab Barano bo'laman. Pedagogik mahorat markazida biz hozir malakamizni oshiryapmiz. Bu markazda juda ham ko'p yangiliklarni o'zimizga olyapmiz. Yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanib darslar o'tilyapti. Biz albatta bularni olib o'zimizni faoliyatimizda ishlatamiz. Ularga katta rahmat. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Mana biz hozirda pedagogik mahorat markazida darslarni o'tamoqdamiz. Hozirda darslarimiz juda ham ajoyib, chiroyli metodlar asosida bo'lib o'tmoqda. Haqiqatan ham biz o'qituvchilar uchun yaratilgan barcha imkoniyatlardan biz minnatdormiz.